Bu aka o't isib ketdi-ku, boshlaymizmi? Sizga oziq-ovqat olib keldi-da. Harfma-harf, so'zma-so'z men tushunib turibman, agar mikrofonni eshitganlar. Beraman, mana bu mushkaligidan olib beraman, bo'ptimi? Xo'p, ovqatlar qilgani, qizaloqqa shirinlik hamma yoq olib keldi. Go'sht ham olib keldi, pishirib maza qiling, bo'ptimi? Bizga hatto narsalar olib tursin. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlar uchun jamoasi yana bir xayrli ish ustidamiz inshaalloh. Ehson challenge'iga e'lonni berdik bugundan. Bu qanday bir challenge desak, birodarlar, bu challenge so'zini ko'pchilik hozirgi yoshlar zamonaviy tilda tushunishadi. Birodarlar, bizlar uchun jamoasi Ehson challenge'ini e'lon qildi va shu challenge'ga o'z homiylarini chaqirmoqda. Homiylar kimlar? Shahrimizda joylashgan supermarket egalari, oziq-ovqat do'konlarining egalari va tadbirkorlar bizni challenge'imizga homiy bo'lishi mumkin. Bu challenge'da haftasiga bir marta shu challenge sohibi, ya'ni supermarket yoki oziq-ovqat marketining egasi bizga, bizlar uchun jamoasiga 4 ta yoki 5 ta oila uchun oziq-ovqatlarni tayyorlab beradi. Va biz bu oziq-ovqatlarni olib o'z egalariga, ya'ni muhtojlarga yetkazib beramiz. Bu ishni o'z zimmamizga olamiz. Birodarlar, bu challenge'da kim birinchi qatnashlaydi yoki shu e'londan keyin bizga haftalik oziq-ovqatni qilib bermoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglarni so'raymiz. Bugun biz birinchi challenge'ni o'zimizning Ansor magazinidan boshladik. Shu Ansor magazini egasi Nuriddin akamiz va birodarlar bilan birgalikda bizlar uchun jamoasiga 5 ta oila uchun oziq-ovqatlarni tayyorlab bergan. Bugun biz o'z egalariga, ya'ni muhtojlarga, ota-onasidan erta ajragan farzandlarga va boquvchisi yo'q qariyalarga yetkazamiz bu oziq-ovqatlarni. Bilasizlar, doim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis mazmunlaridan keltirib o'tamiz. Odamlarning eng yaxshilari insonlarga ko'p foydasi va yaxshiligi tekkanlaridir degan bir mazmundagi hadislari bor. Birodarlar, kelinglar shu challenge'ga homiylarimizni, tadbirkorlarimizni va oziq-ovqat magazini ishlatuvchilarini chaqiramiz. Bir haftada bir marta 4 ta yoki 5 ta oilaga o'zingizni berayotgan bo'lishingiz mumkin va shu qatori sadaqa joriya ham bo'ladi. Yordam ham bo'ladi, ehson ham bo'ladi. Shunday bir saxovat pesha va bizga doim yordam beruvchilarni Alloh taolo mollariga mol, barakot qo'shsin va ahli oilasiga xursandchilik qilib qaytarsin. Bizlar uchun jamoasi doim xayrli va yaxshi ishlar ustida birga va biz bilan birga bo'ling. O'tgan video chiqqan xolamizning xabarogani kelganmiz. O'zi yolg'iz yashaydigan xolani. Yaqinda bir akamiz ko'rib qo'ygan ekan, shunga keldik. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Yaxshi o'tiribsizmi xola? Charchamasdan, zerikmasdan. Rahmatulloh, o'zingiz yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Bolalar yaxshimi, opa, yaxshimisizlar? Bizga yordam berganlarga, biz bilan doim birga ishlayotganlarga, sizga yordam berganlarga bitta duo qilib berasiz, bo'ptimi? Omina? Qani, amin. Qo'lingizni oching. Amin. Amin. Masakalarimni puli ko'p bo'lsin. Bizga hatto narsalar olib tursin. Ham bizni nima akalarimizni kuchi ko'p bo'lsin. Allohu akbar. Sizga ham rahmat, bo'ptimi? Uyda ham, boshqa mahallam bizni duolaringizni eslab turing, xo'pmi? Esingizdan chiqmasin, xo'pmi? Bizni tez-tez chaqirib tursangiz kelamiz, bo'ptimi? Biz kelsak xursand bo'lasizmi? Sizga shirinliklar, qandlar olib keldik, bo'ptimi? Yaxshi o'ynab, esli qiz bo'lib, o'qigani borganingizda qarang, so'mka, kiyim olib beramiz, bo'ptimi? Xo'p, navbatdagi xonadonimiz Qo'shqo'rg'on mahalla tomonida bir opamiz xonadoniga kelganmiz. O'zi yolg'iz yashaydi farzandlari bilan. Shuni xabarini olib chiqamiz hozir inshaalloh. Xonadonda o'zlari yo'q edi ekan, opalarni yana qachon kelamiz yoki o'zlari bo'lmay qolganlik holatiga bino shuna qilib burab, joyiga joylab kelishiga bir xursandchilik bo'ladi inshaalloh. Shunaqa ishlarga bizga yordam berganlarga, hissasini qo'shganlarga Alloh taolo mollariga baraka bersin. Va challenge'imiz sohibi bugun mana Ansor magazini egasi Nuriddin akam biz bilan birga. Agar shu challenge'ga qatnashayotgan akalarimiz, savdo markazidan egalari biz bilan birga ham yurib shunaqa xonadonlarning xabarini olsa bo'ladi. Homiylarda shunaqa ishlarga chaqiramiz va biz bilan birgalikda yaxshilik ustida birlashishni taklif qilamiz. Sizga oziq-ovqat olib keldik-da. Ovqatlar qilgani
qizaloqqa shirinlik, hamma yoq olib keldik. Go'sht ham olib keldik, pishirib maza qiling, bo'ptimi? Bu O'zgan shahridagi ko'pchilik taniydi bu oilani. Bir necha yildan beri shuni holat yashashadi. Qizini ham yoshi ancha yetib qoldi. Ishonsanglar, kuniga telefon qilganda 6-7 marotaba ham telefon qiladi. Alloh izni bilan. To'rtagimiz kelyapti, qizimning telefon olib bering, pul bering, shunaqa holatlar. Alloh taolo bularni ham bir holatda yaratib, shunaqa bir ojiz qilib yaratgan. Demoqchimizki, har bitta holatimizga, sharoitimizga shukr qilishlikda, o'rganishlikda ham bir maslahat qatorida aytib ketamiz. Doim bularni holatidan xabar olib kelamiz. O'zi ko'p taniganlar ham shular doim xabarini oladi. Shular qatorida bugun ham bularni ziyoratiga keldik. Xuddi sezib turgandek, doim kelsak, bu birinchi marta emas, bir necha marotaba eshikda aytib turgan bo'ladi. Shularga olib kelgan oziq-ovqatlarimizni tashlab, ziyorat qilib qaytamiz inshaalloh. Bu oilani birinchi marotaba videoga olishimiz. O'zi eng kamida bir oyda haftasiga 2 martalab ham xabar olamiz. Endi birinchi marotaba va avvalgi holatda endi videoga tushyapti bu oila. O'zi hech ham videoga olmagan edik. Aka, qolgan narsalarni beramiz bo'lmasa. Mana qizaloqqa shirinliklari ham bor ichida. Ati olib keldik, yesin deb. Bo'ptimi? Xo'p, biz bularning holidan xabar olib, mayda-chuydan tarqatib, endi qaytayotganimizda qizi Qur'onni ko'tarib, men akalarimga o'qib beraman deb chiqibdi, mashalloh. O'qib berasizmi bizga? Qani keling, o'qingchi. Xo'p. Mashalloh. Ammo aka rostdan o'qiyapti. Men hozir shu holatga doim ishonmadim. Shundaylik ko'tarib chiqadi desam, belgilagan joyidan videoda ham agar ko'rsanglar bo'ladi. Harfma-harf, so'zma-so'z men tushunib turibman, agar mikrofonda eshitganlar ham mashalloh. Qur'onni zo'r o'qiyapsiz ekan-a? Mana shu Qur'ondan chiroyligidan bitta olib beraman, bo'ptimi? Ya'ni o'qing, bo'ptimi uyda? Ha, mashalloh, bitiryaptimi o'qib? Endi bitta duo qilib bering bizga. Qani, amin. Duo qiling. Duo qiling. Shuni olib kelganlarga, yordam berganlarga Alloh taolo moliga, rizqiga baraka bersin. Amin. Yana shunaqa yordam beruvchilarga va sizdaqa, bizdaqalarga Alloh taolo doim yordam bersin. Amin. Allohu akbar. Keyingi safar kelsam, qarang, sizga va'da beraman, mana bu ruchkaligidan olib kelib beraman, bo'ptimi? Xo'pmi? Ha, shu telefonligidan olib kelib beraman, bo'pti? Endi eshitadi, bo'ptimi? Xo'p, birodarlar, kun ham kech kirib qoldi. Inshaalloh yana bir qancha oilalarga xabar olishimiz kerak, ularga ham yetishishimiz kerak. Shuning uchun bu oilaga berib, inshaalloh duolarni olib qaytyapmiz mana. Inshaalloh keyingi safar kelamiz, a? Bo'ptimi? Xo'p, mayli, yaxshi qolinglar. Bo'ldi.